Kundalik hayotingizga kiritishingiz mumkin bo'lgan sunnatlar. Uyquni ko'zlaringizdan o'chirish. Yuvinish xonasiga chap oyoq bilan kirish. Uyqudan uyg'ongandan keyin tahorat olish. Tishlarni yuvish. Duo qilish. Qur'on o'qish. O'tirib ovqatlanish. Yeyishni boshlashdan oldin bismillah deyish. O'ng qo'l bilan yeyish yoki ichish, suvni 3 marta qo'llash. Idishda nasibangizni qoldirmaslik. Oshqozonni to'ldirib ovqat yemasdan turish. Taom tugagach alhamdulillah deyish. Uy ishlarida yordam berish. Birinchi o'ng oyog'iga oyoq kiyim kiyish. Zinadan pastga tushayotganda subhanalloh deyish. Yordamga muhtojlarga yordam berish. Salomlashish. Ishini to'g'ri va halol bajarish. Jilmayish va mehribon bo'lish. Zinadan yuqoriga chiqayotganda Allohu akbar deyish. Uyga kirayotganda salom berish. Qarindoshlarga qo'ng'iroq qilib hol ahvol so'rash. Uyquga ketishdan oldin tahorat qilish va tishlarni yuvish. Uxlashdan oldin Oyatal Kursi o'qish. Yuzni o'ng qo'l ustiga qo'yib uxlash.